Siz ham yoshligingizda shu kabi fake videolarga ishongansiz, to'g'rimi? Lekin baribir sizga o'xshamagan. Bugungi videoda esa shu kabi life hacklarni sinab ko'ramiz va qaysi biri rost, qaysi biri yolg'on ekanligini bilib olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, birinchi life hackdan boshlaymiz. Unda bizning birinchi life hackimizga mana shunaqa taxta kerak bo'lar ekan va uni ustiga biz mana shunaqa armor stendlarni qo'yib chiqarganmiz, ya'ni Minecraftdagi zirh qo'yadigan stendlarni. Ustiga kiyim kiygizar ekanmiz va qo'liga qilich berib qo'yar ekanmiz. Xo'p, keyin bloklarni buzib chiqarganmiz, hammasini bitta-bitta buzib chiqarganmiz. Aytgancha, agar siz bu life hackni oldindan bilgan bo'lsangiz, videoga bitta like bosib qo'ying. Xo'p, keyin bitta redstone'lar va redstone reporterlarni qo'yamiz ekan. Vau, bu shunaqa raqsga tushar ekan, ajoyib raqs hosil qilar ekan. Unda biz buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, biz barcha kerakli narsalarni olib oldik, unda boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shunday bloklarni qo'yib chiqa boshlaymiz, hammasini qo'yib chiqa olamiz. Keyin mana bunday teshikchalar ochib, mana bu armor setlarni qo'yib chiqamiz. Qo'yib chiqqandan keyin hammasiga kiyim kiygizib, qo'liga qilich ham berib qo'yamiz. Hammasiga. Keyin bloklarni hammasini buzib chiqamiz bitta-bitalab, hammasi bir blokka yig'ilishi kerak. Keyin redstone'li fakelni qo'yamiz, redstone o'zini qo'yamiz. Keyin redstone reporterni bu yoqqa qaratib, ikkisini bu yoqqa qaratib qo'ysak, o'xshash kerak. Lekin negadir o'xshamayapti. Lekin buni yoqib qo'yish kerakdir balkim. Yo'q, o'xshamayapti. Xullas do'stlar, ko'rib turganingizdek birinchi life hackimizda o'xshamadi va bu fake ekan. Unday bo'lsa biz ikkinchi life hack o'tamiz. Xo'p, unda men yana kerakli narsalarni olib oldim. Unda boshladik. Birinchi bo'lib anvalni qo'yamiz va birkani groom deb nomlab olamiz. Bu bizga armor statni teskari qilish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, nomlab bo'lganimizdan keyin bo'ldi. Buni buzib tashlaymiz. Buni bunday va tagiga buni qo'yamiz va ustiga armor standni qo'yib, qo'liga qilichni berib qo'yamiz. Buni buzib tashlaymiz. Bu yerga esa bundan 4 ta qo'yamiz. Va buni bunday qilib og'diramiz va o'tirib to'g'ri pozitsiyani tanlaymiz. Hop, mana shunday. Endi esa ko'rinmaslik damlamasini otamiz. Tayyor. Biroz dekoratsiya ishlaridan so'ng u mana shunday ko'rina boshlaydi. Tunda esa u yanada chiroyli ko'rina boshlar ekan. Xullas, bu life hack o'xshadi. Unday bo'lsa, keyingi life hack o'tamiz. Xo'p, unda life hackni sinab ko'rishni boshlaymiz. Dastlab yerni qazib olamiz. Keyin mana shunday hamma yerga kungaboqarlar ekib chiqamiz. Ekib chiqib bo'lganimizdan keyin shunday qilib tepasiga gilamchalar qo'yib chiqamiz. Xo'p, bu yerga va oxirgisini qo'yamiz. Bo'ldi, qo'yib bo'lganimizdan keyin tun tushishini kutamiz. Mana tun tushdi va stop, qayerga o'tyapsizlar? Hozir buni tekshirib ko'ramiz. O'xsharmikan? Agar o'xshasa, bu juda ham foydali video bo'ladi. Va hop, qani? Nega o'xshamayapti? Bo'ylar, yaramaslar. Bu o'xshamadi-yu. Mayli. Bugun o'xshamagan bo'lsa, ertaga o'xshaydi. Unda biz yotib qo'yamiz, bo'ldi. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan rolim bo'ldi. Xayr.